Hammaga salom, sizlar bilan Stenyor upa. Bugungi videoda biza barga borib, kamida 3-4 ta odamni sliv qildiramiz yoki biz o'zimiz sliv bo'lamiz. Unda qani ketdi, video davomida ko'ramiz qancha pul ko'taraman. Hozir menda 1.070.000 ga bor. Serverda ham uncha ko'p odam yo'q, barda odam bo'ladimi-yo'qmi bilmayman. O'zi onlayn RPga kamikib qaytganimga bir haftacha bo'lib qoldi. 01 da biza bilasizlar, semya ochganmiz. Semyaga qo'shilish uchun pastki Telegram kanali pishanasiga kirsanglar, silkasi turgan bo'ladi. Bari to'g'risi bilmayman, qanaqa taktikalar bor. Просто hammani stavkasini olaveraman. Albatta, sizlar yangi bo'lsanglar yokida o'yinda yangi akkaunt ochgan bo'lsanglar, Floyd Maxwellnikini yozib qolishingizni iltimos qilardim. Katta yordaminglar teggan bo'lardi. Oldindan rahmat. Va tez kunlarda 01 serverda promokodam yasaymiz yokida 100 ta obunachi bo'lsanglar, pastga tushib podpiska va like bosib qo'yib podishka qo'yrsanglar, tezroq youtuberskiy promokod olamiz. Floyd Maxwellniki 1, 2, 3-seriyalar hammasida bor, hammasida akkauntimiz bor. Unda barga qani ketdik. Barda kartada ko'raman, hozircha hech kim yo'q ekan. Odam kelishini kutib turamiz. Hozircha qalay hech kim kelmadi. Menimcha yarim soatcha tursa kerak. Yana bilmadim. Agar hozir odam kelsa, ayob bo'ldi. Mana nihoyat odam ham keldi. Endi prostek turamiz. Bois stavkasini ko'taraveramiz. Farqi yo'q, 1 million bo'ladimi, 500 ming bo'ladimi, вообще farqi yo'q. Asqaq. You boy Bled. Nice. Mana 380 ga ham akubga kirdi. Bu bola bor pulni yo'qotdi. VB bu degani bor pulni yo'qotish, sliv degani sizlardagi aksessuar, mashina yoki soqqalarni просто не только foydaga kirmasdan yo'qotib yuborish, bu sliv deyiladi. Tushunmaganlar uchun tushuntirib o'taman. Menda kompyuter bo'lgani uchun bu aksessuarni ko'ra olmayman. Sborkamda ko'rinmaydi. Men YouTube kanalimni reklama qilib ketmoqchi edim, lekin bu bola obuna bo'lgisi kelmadi. Baribir men bunga reklama qilib qo'yardim. Kasa Morty bu 150 ga uzoq bo'ladi. Atak 100 ga olishadi. Va men bu bolaga 30 ga berishga qaror qildim. Tam o'zini ko'tarib olishga, bu rabotalar qilishga, lekin bu bola bu pulni olib просто chiqib ketmadi. O'zi nimaga deyapti? O'zi bu chum olish kerak edi, nimaga berganimni. Bu o'zini tiklagisi kelmadi, meni ko'rib turganlarda 30 ga pulini yana menga taklif qildi o'ynashga va yutqizdi. Bo'ldi, bu bola bor pulni kazinoga tiquradi, bunga bergandan foyda yo'q. Kazino yo'li barga tiquradi. To'g'risi mana shunaqa narsalarni aytgan narximda joyida, o'zi bu mesda turgan joyda, pul kerak bo'lgan joyda bermasa, asabim o'ynab ketadi. Olgim kerak edi, o'shaning uchun nina devordim, ya'ni kerak emas devordim. Barda o'ynashda davom etdim. Bu yerda ikkita bola turgan ekan. 20 ming, общий 40 ming minusga kirdim, lekin общий hali beraman, foydadaman. 75 ming pulni, 40 ming zararda pulni chiqarib oldim.
Videoda ko'rganlaridek bular o'zaro gaplashayotganda ikkalovi ham polni pulini va babkisini menga sliv qilib yubordi. Men aytganimdek 3 ta bolani pulini sliv qilib menga 3 ta bola pulini. Уже bu yerda hozir yana 2-3 ta odam kutishdan to'lqiyor. U katta ehtimol bilan kelmaydi, chunki video ertalab olinyapti, aktivi вообще yo'q. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha kuzatganlar uchun pastga tushib obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Qanaqadir taklifinglar bo'lsa, videoda xatoliklar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar. Hamma kommentlarni o'qiyman. Videoni ko'rganlar uchun rahmat.